Sog'sizmi aka, baxayr? Salomli jonajon, baxayrmi? Shukr, salomat bo'ling. Otingiz nima? Ne'mat. Qayerdan bilasiz? Ne'matni Ostonadan. Ha, Ostonadan. Bu yerga nima ish qilasiz? Bu yerga korgalik qilamiz. Qanday bir ishga ketmabsiz? Biroz ish yo'g'adi, barobar kelmadi. Har ro'z bu ish barobar kelarmi sizlarga? Endi bu shonsiz degan, biroz keladi, biroz kelmaydi. Bir oy ichiga necha ro'zga ketasiz? Bir oy ichiga 15 ro'z, 20 ro'z. Shundoq. 10 ro'zini bekor o'tkazamiz. Shu Maymanaga Digajok ham shunday bir nimasi bormi? Korganlar kelib to'xtaydi xonakka. Bor. Ertamen ham kelsangiz, Sarvoda ro'baraydagi darvozaga o'sha yerga ko'p keladi bu yerga korganlar. Shu olir o'zdan inshaalloh duo qilamiz, Afg'onistonimiz tuzalsin. Xususan shahri Zevoy Maymana tuzalsin. Shuncha yigitlar shu yerga xotir bir luqma non uchun shu yerga kelibdilar. Bir luqma non bir halol akşam tarafdan uyga u xotin bachasini oldiga yeltam bir yaxshi ro'z o'tkaraman deb shuncha javonlar shu yerga to'xtabdi. Voqean ko'p saxta birovlarni ko'plarni binandalarimiz ko'radi. Yaxshi ro'zdagi bir ro'z saxta emas-ku. Masalan, ilgargi vaqtda ixtilot qiladilar, masalan, bu olarimiz narki nimalar arpa non bilan topmasa-ku shundoqlar qilib o'tkazak. Bu ro'zdagi shukr hamma narsa bor. Yani hech kim yo'q ochdan o'lib qolgan bo'lsa, hech kim ko'rgani bir ochdan o'lib qolganni qabrini ko'rgan bo'lsa, bu ro'zdagi shukr yaxshi ro'zda. Bali. Oromlik, shukr, hamma narsa bor. Xudoga shukr. Bu yil inshaalloh yaqin bog'ona yo'q boryapti inshaalloh. Xudo mehribondir. Qishlar ham bo'ladi. Xudo mehribon. Kishda kor bo'lsa hamma bizga yaxshi. Hamma bo'ladi. Masalan, 50 taga bu 10 ta yoqqa ham hech narsa qilmaydi. Tani o'shanga ham bordek bo'lib ketadi, to'yib ketadi. Yaxshi bo'ladi, Xudo mehribon. Xudo xohlagan bo'lsa, hali betar ro'zlar ko'p baloga baxayr. Xudo amin. Biz ham duo qilamizki, baxayr betar bo'lib ketsin. Betar bo'lsin inshaalloh. Bo'ladi baxayr.